100 ga 500 dollarga protsedura olasizmi? Foydasi yo'q. Siz toki ichingizdagi dog'ni sababini o'rganib, negizini o'rganib, ichingizdagi problemani rishat qilmaganingizcha hech qanaqa foydasi bo'lmaydi. Dog' bor 1 oyda ketadi, dog' bor 3 oyda ketadi, dog' bor 1 yilda ketadi. Siz kurashmasdan dog'im bor deb o'tiraversangiz, dog' ketib qolmaydi o'zidan o'zi. Oldin negiz o'rganiladi, chak-chavoqlar hammasi lecheniya qilinadi, jigar, o't, oshqozon osti bezi, qabziyatlar, jenskiy tomonlama, gormonalniy hammasi davolanib borilsagina sizda rezultat bo'ladi. Bo'lmasa prosta tak oddiy ukollar, mezoterapiyalar hech qaysi foyda bermaydi. Sizga hamma ham bu maslahatni beravermaydi. Olib shartta protsedurasini qilsin-da, soqqani qilsin. Ko'pchilik shunaqa bo'lib ketgan hozir. Shuning uchun ham ko'pchilik kosmetologlarga ishonch qolmagan. Ichni davolash kerak. Ichingiz toza bo'lsa, yuzingiz tabiiy go'zal bo'ladi. Tabiiy yosharasiz, tabiiy chiroyli bo'lasiz. Sizga ichim achigani uchun aytyapman. Nima uchun meni dog'lilarim kelib dog' muammosidan qutulib ketadi? Chunki men ular bilan ham ichidan, ham ustidan kurashganligim uchun natija qilib beraman. Tez dog'i bor o'rtog'inglarga bu videoni uzatib qo'yinglar. Hamma organlarni tozalanglar, chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yuringlar.